Assalomu alaykum qadrli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek Nexia 2000 srochniy arzon narxda sotiladi qadrli obunachilar. Bu mashinamizdan to'liqroq ma'lumotini berib o'tadigan bo'lsam, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lux konditsioner ichki holatlari ham juda ham a'lo darajada. Mashinamizga propan uстановка qilib qo'yilgan. Ichki holatlarini ko'rib o'tlaringiz juda ham zo'r holatda turibdi. Motor holatlarini ham ko'rsatib o'taman qadrli obunachilar. Lux konditsioner aytib o'tganimda, mashinamiz zo'r holatda turibdi. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxini necha pul qilib beramiz akajon? Oxiri $3800, 3800 dollarga oxiri sunnatiga biror nima o'tilib beriladi. Bemalol egalarining raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqqan holda sotib olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu Matiz haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'taylik. Yili necha akajon buni? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanaqa? Tomdan pasti bir qator asfalt bo'lingan qadrli obunachilar, chiqolpolik qilingan. Mashinamiz ham tiniq holatda turibdi qadrli obunachilar. Aytgancha mashinamiz benzinda qadrli obunachilar. Qancha yurgan akajon? 140 ming yurganmi? 144 ming yurib qo'yilgan qadrli obunachilar. Mashinamiz zo'r holatda turibdi. Keling, motor qismlarini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Qadrli obunachilar, motor qismlari yaxshi holatda. Oldi orqa butun ha. Qadrli obunachilar, manzilimiz Samarqand shahar Sagdiyana yangi yo'lda joylashgan. Bemalol kelib mashinamizni ko'rib xalat qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Aka, telefon raqamingizni ayting. 99lik 261 0966 raqamlariga telefon qilsalaringiz, Nexia 2 ham shu akamizniki, bu Matiz ham akamizniki. Kimga to'g'ri keladigan bo'lsa, qaysi biri o'shani qilib beramiz qadrli obunachilar. So'mga 25 millionmi? So'mga 25 million qilib beramiz qadrli obunachilar. Amani kutib qolamiz. Variant ham qanchasini bersa variantga bo'ladi aka? Qolgan qancha vaqtga? 6 oy, 4 oy, 5 oy shunday. $1000 pul bersalaringiz 6 oy, 4 oy, 5 oygacha variant ham qilib beradi. Bu Nexia 200 variant qilib berasizmi? Naqdga qilib berasizmi buni? Naqdga qadrli obunachilar, buni xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Yetmaganiga 1-2 oygacha qarab turasiz, ha? Egalari zo'r variant qilib beryapti. Shoshilib qoling qadrli obunachilar. Bunaqa variant kamdan kam. Manzilimiz yana qaytarib o'taman. Samarqand shahar Sagdiyana yangi yo'lda joylashgan. Bemalol kelib xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Qadrli obunachilar, 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi bez boshlang'ich to'lovsiz chiqadi. Xo'p, orqasida 2024-yilda ishlab chiqarilgan Tracker Premier Plus asoslar mashinamiz ham beko'p tarzda qilib beramiz. Egalarining raqamlari 90lik 898 44 telefon raqamiga telefon qilsalaringiz qadrli obunachilar, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, bundan tashqari yana boshqa mashinalarimiz ham bor aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringizdek Damas avtomashinalarni taxlab qo'yganmiz. Bemalol qo'llaringizda $100-200 pullaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol avtokredit naqd xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Qadrli obunachilar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 ham bor albatta bizda. Malibu 1imizni ham bemalol to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaringiz, xudo xolasa qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.